Жива Россия, матушка земля! Гармондай Нургат Ухатов! Сала! Удмурты и мордва, тебе гармонь поет, тебя мы славим, тебе и песни наши. Bu Qozonga maxsus keldik. Endi bu bayramni bek naqzurlab kutib oldik biz. Chunki o'zi bizning tatarlarning respublikasi bo'lmasa, biz bit endi boshqa xalqni to'ydiruvchi qul xalqlarga bo'lamiz. Bizning uchun bu g'ururlik hissen to'ya turgan kun. Ko'rib turasiz, неше millat kishisi birga jiyilib, birga bayram etamiz. Men ana beysizlik kuni deb ota-onabekdagi qabulda aytib bitirmayman. Bu darsini aytganda zamonida 90-80 yillarda o'ynag'iz garmonlar bayrami bo'lib boshlanib ketgan. 31 topqir uza, shu 31 topqir uzada bizning 100 dan ortiq, 150 ga yaqin garmonchi qatnashadi. U bizning respublikadan to'l Rossiyaning turli tubaklaridan 28 shaharidan ham rayon o'zaklaridan kelgan kollektivlar. Bizning professional sahnaga, professional garmonchilar bayram etib ko'targa tiyishmiz. Играй гармонь ул бүтән җирдә аны мондый вакытта да үткәрелергә була республика көне булай булмай. Монда бер республика көне дигән бер сүз юк. Бер кеше бер сүз сөйләй алмый.